Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani batafsil tushuntirib beraman. Hozir ko'pchilik orasida har bir pensionerga 1000-500 ming so'mdan pul berilar ekan. Buni olish uchun qayergadir murojaat qilish kerak ekan. Kechiksa puldan quruq qoladi degan gaplar tarqayapti. Men bu videoda aynan shu savollarga aniq javob beraman. Bu pul kimlarga tegishli bo'lishi mumkin? Kimlar bunday xabarlarga ishonib shoshilmasligi kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qaysi holatda arizda yoziladi? Qaysi holatda esa hech narsa qilmasdan kutish yetarli bo'ladi? Ma'lumot juda muhim. Chunki bu mavzu har bir pensionerning cho'ntagiga, oilasining xarajatiga, dori-darmoniga, kommunal to'lovlarga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng muhim narsani aniqlashtirib olaylik. Har bir pensionerga 1000-500 ming so'mdan beriladi degan gapni eshitgan odam darhol ikkita savol berishi kerak. Birinchisi, bu to'lov qaysi qaror yoki rasmiy hujjat asosida beriladi? Ikkinchisi, har bir pensioner deganda aynan kim nazarda tutilgan? Chunki amaliyotda ko'p hollarda odamlar rasmiy xabarni to'liq o'qimaydi. Bir joydan eshitadi. Keyin esa og'izdan og'izga o'tib, ma'no o'zgarib ketadi. Masalan, aslida ma'lum bir toifadagi pensionerlarga bir martalik yordam berilishi mumkin, lekin odamlar buni hamma pensionerlarga beriladi deb tushunib qoladi. Yoki aslida indeksatsiya, ya'ni pensiya miqdorini oshirish haqida gap ketayotgan bo'ladi. Lekin ayrimlar uni alohida 1500 ming so'mlik naqd to'lov deb talqin qiladi. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlar uchun to'lovlar asosan 3 yo'l bilan amalga oshirilardi. Birinchisi har oy beriladigan asosiy pensiya. Bu yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar yoki imtiyozli to'lovlar. Masalan, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi keksalar, temir daftar yoki ayollar daftari orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilgan oilalar. Uchinchisi bayramlar. Muhim sanalar yoki alohida ijtimoiy dasturlar doirasida beriladigan bir martalik moddiy yordamlar. Endi nima o'zgardi? O'zgarish shundaki, davlat organlari ijtimoiy to'lovlarni tobora ko'proq raqamli ma'lumotlar asosida tekshirib, aniq toifalarga yo'naltirmoqda. Ya'ni oldingidek hamma borsin, ariza yozsin, keyin ko'rib chiqamiz degan tartib kamayapti. Hozir ko'p holatda pensiya jamg'armasi, mahalla, ijtimoiy himoya organlari, banklar va elektron bazalardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Shuning uchun pensionerning hujjatlarida, yashash manzilida, bank kartasida, telefon raqamida yoki pasport ma'lumotlarida xatolik bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Mana shu joyda odamlar nimani bilishi kerakligi juda muhim. Endi 1,5 million so'm masalasini oddiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir mahallada 300 nafar pensioner yashaydi. Ulardan bitta nafari oddiy yoshga doir pensiya oladi. 4 nafari nogironlik pensiyasi oladi. 25 nafari yolg'iz yashaydi. 25 nafari kam ta'minlangan oila tarkibida turadi. Yana ayrimlari davlat tomonidan qo'shimcha yordam oladigan maxsus toifaga kiradi. Agar rasmiy qarorda ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga 1,5 ming so'mdan bir martalik yordam berilsin deb yozilgan bo'lsa, bu 300 nafar pensionerning hammasi avtomatik oladi degani emas. Bunda ro'yxat shakllantiriladi. Mezonlar tekshiriladi. Shundan keyin to'lov amalga oshiriladi. Birinchi misol. 18 yoshli otaxon har oy 1200 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Mahalla uni ijtimoiy yordamga muhtoj deb hisobga olgan. Kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari sababli uning ahvoli og'ir. Agar 1500 ming so'mlik yordam aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki yolg'iz keksalar uchun belgilangan bo'lsa, bu otaxon ro'yxatga kiritilishi mumkin. Lekin buning uchun uning yolg'iz yashashi, daromadi, yashash sharoiti mahalla yoki ijtimoiy xodimlar tomonidan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ikkinchi misol, 63 yoshli ayol 1,8 ming so'm pensiya oladi. Turmush o'rtog'i ham pensiyada. Ularning uyida voyaga yetgan o'g'li ishlaydi. Oilaning umumiy daromadi bor, uy-joy sharoiti o'rtacha.
Bunday holatda agar to'lov faqat muhtojlarga berilsa, bu ayol men ham pensionerman deb murojaat qilgani bilan avtomatik ravishda pul olmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, balki to'lovning maqsadi bilan bog'liq. Davlat ijtimoiy yordamni birinchi navbatda eng og'ir ahvoldagi fuqarolarga yo'naltiradi. 3-misol, 72 yoshli pensionerning bank kartasi muddati tugagan. Telefon raqami o'zgargan, pasporti yangilangan, lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar yangilanmagan. U to'lov olish kerak bo'lgan ro'yxatda bo'lsa ham pul vaqtida tushmasligi mumkin. Sababi tizimda karta faol emas. Bank ma'lumotlari eski yoki shaxsiy ma'lumotlarda mos kelmaslik bor. Shuning uchun men doimo aytaman, pensioner uchun eng muhim ish faqat pul qachon tushishini kutish emas, balki o'z ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirtirishdir. 4-misol. Bir pensionerga farzandi telefon qilib, o'ta internetda 1500 ming so'm berilarkan, pasportingizni rasmga olib yuboring. Karta raqamingizni ham ayting deydi. Otaxon esa xabarni tekshirmasdan begona Telegram kanalga pasport nusxasini, karta raqamini, hatto SMS kodini yuboradi. Natijada kartasidagi pul yechib olinishi mumkin. Men alohida ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Pasport rasmini begona shaxslarga yubormang. Pul chiqarib beramiz degan odamlarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar uchun sizdan SMS kod so'ralmaydi. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar siz pensioner bo'lsangiz va oxirgi paytda pensiyangiz kechikayotgan bo'lsa, kartangiz ishlamayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, pasportingizni yaqinda almashtirgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi bo'yicha hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, yoki mahallada ijtimoiy yordam ro'yxatiga kiritilganingiz haqida aniq bilmasangiz, siz ma'lumotlaringizni tekshirtirishingiz kerak. Bu pulni olish uchun emas, umuman kelgusidagi to'lovlar, pensiya, kompensatsiya va yordamlar vaqtida tushish uchun ham kerak. Kimlar shoshilmasligi kerak. Agar siz har oy pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz faol bo'lsa, pasportingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizga pensiya jamg'armasi yoki mahalladan hech qanday xabar kelmagan bo'lsa, unda vayma qilish shart emas. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l rasmiy manbalarni kuzatish, mahalladan aniqlashtirish va faqat tasdiqlangan ma'lumotga tayanishdir. Endi istisnolar, yashirin jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Ro'yxatga kirish va pul olish bir xil narsa emas. Ba'zan fuqaro dastlabki ro'yxatda bo'ladi, lekin keyingi tekshiruvda uning ma'lumotlari mos kelmagani uchun to'lov vaqtincha to'xtab turadi. Masalan, pensioner boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin ro'yxat eski mahallada turibdi. Yoki vafot etgan shaxs bazadan vaqtida chiqarilmagan, lekin oila a'zolari hali ham nomini ro'yxatda ko'rib turibdi. Bunday holatlarda to'lov faqat aniqlashtirishdan keyin amalga oshiriladi. Ikkinchi nozik masala, bir martalik yordam bilan pensiya oshishini adashtirmaslik kerak. Agar pensiya oshirilsa, bu har oy to'lanadigan miqdorga ta'sir qiladi. Masalan, pensioner 1 million so'm olayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin pensiyasi 1 million yoki 1 million so'mga chiqishi mumkin. Bu boshqa masala. Bir martalik 1 million so'm esa faqat bir marta beriladi va keyingi oy pensiyaga qo'shilib qolmaydi. Ko'pchilik mana shu farqni tushunmagani uchun keyingi oy nega yana 1500 tushmadi deb norozi bo'ladi. Uchinchi nozik masala. Hamma to'lovlar bank kartaga tushavermaydi. Ayrim hududlarda pensiya naqd shaklda yetkazib beriladi. Ayrim pensionerlar bank kartasi orqali oladi. Ayrimlar esa vakolatli shaxs orqali oladi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, harakatlanish qiyin bo'lsa yoki nogironligi sababli bankka bora olmasa, ishonchnoma uyga yetkazish tartibi yoki mahalla orqali yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu ishlarning hammasi hujjat bilan rasmiylashtiriladi. 4-nozik masala qarzdorliklar. Ba'zi pensionerlar kommunal qarz, kredit, aliment, sud qarori yoki boshqa ushlab qolishlar bo'yicha muammoga ega bo'lishi mumkin. Pensiya va ijtimoiy to'lovlardan ushlab qolish tartibi qonun bilan belgilanadi. Har qanday pul avtomatik ravishda to'liq ushlab qolinadi deb o'ylash ham noto'g'ri. Umuman ushlab qolinmaydi deb o'ylash ham noto'g'ri. Agar kartaga pul tushishi bilan darhol yechib olinayotgan bo'lsa, bankdan yoki majburiy ijro byurosidan sababini yozma tarzda aniqlashtirish kerak. 5-nozik masala, firibgarlik. Hozir aynan shunday xabarlar tarqalgan paytda firibgarlar juda faollashadi. Ular
pensionerlar uchun 1.500 million so'm ro'yxatdan o'tish boshlandi deb soxta havola yuboradi. Havolaga kirsangiz, pasport raqami, karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod so'raladi. Shuni qat'iy bilib oling. Davlat to'lov uchun sizdan karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasi paroli so'ralmaydi. Agar kimdir shularni so'rasa, bu rasmiy xodim emas, bu xavfli holat. 6-nozik masala, mahallaga borib ariza yozmasang olmaysan degan gap har doim ham to'g'ri emas. Ayrim to'lovlar avtomatik ro'yxat asosida beriladi. Ayrim to'lovlar uchun esa haqiqatan ariza kerak bo'ladi. Farq nimada? Agar davlat organlarida siz haqingizda yetarli ma'lumot bo'lsa, tizim sizni o'zi aniqlaydi. Masalan, pensiya olishingiz, yoshingiz, nogironlik guruhi, yashash manzilingiz bazada bor. Lekin ijtimoiy ahvolingiz, yolg'iz yashashingiz, uy joyingiz og'irligi yoki dori-darmonga ehtiyojingiz bazada to'liq aks etmasligi mumkin. Ana shunday holatda mahallaga murojaat qilish kerak bo'ladi. Endi aniq nima qilish kerakligini birma-bir aytaman. Birinchi qadam, xabarni tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanal, qo'shnining gapi yoki bozordagi gap bilan harakat qilmang. Rasmiy ma'lumotni pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, hokimlik, mahalla yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshiring. Agar internetdan foydalanmasangiz, mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimdan yozma yoki aniq og'iz ochib tushuntirish so'rang. Bu to'lov kimga beriladi? Qaysi hujjat asosida, qachon, qaysi tartibda? Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar quyidagilar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumot. Agar bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumot, kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlik bo'yicha mahalla xulosasi. Hamma holatda ham bularning barchasi talab qilinmaydi. Lekin oldindan tayyor bo'lsa, ish tezlashadi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Ayniqsa karta almashtirgan bo'lsangiz, pasport yangilagan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz yoki pensiya turi o'zgargan bo'lsa, men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pul chiqmaganda norozi bo'ladi, lekin tekshirilsa eski karta bazada qolgan bo'ladi. Yoki pensionerning telefon raqami o'g'lining nomida, bank xabarnomasi kelmaydi. Odam pul tushganini ham bilmaydi. 4-qadam, mahallaga murojaat qilganda umumiy gap bilan emas, aniq talab bilan boring. Menga pul berisharkan, shuni qilib bering demang. Buning o'rniga shunday deng: men pensionerman, 1.500 ming so'mlik bir martalik yordam haqida ma'lumot eshitdim. Iltimos ushbu yordam qaysi toifadagi fuqarolarga berilishini, men ro'yxatda bor yo'qligimni va agar kerak bo'lsa, qanday ariza yozishimni tushuntirib bering. Mana shunday aniq murojaat qilsangiz, xodim ham sizga aniq javob berishi oson bo'ladi. 5-qadam, agar ariza kerak bo'lsa, arizani oddiy va tushunarli yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, ijtimoiy ahvolingiz, nima sababdan yordam so'rayotganingiz ko'rsatiladi. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman, yolg'iz yashayman, doimiy dori-darmonga xarajat qilaman, qo'shimcha daromad manbaim yo'q. Shu sababli bir martalik moddiy yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman, deb yozish mumkin. Arizani topshirganingizdan keyin albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki mas'ul xodimning ma'lumotini olib qo'ying. 6-qadam, agar rad javobi berilsa, sababini so'rang. Sizga berilmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Nima uchun berilmaydi? Mezonlarga to'g'ri kelmaydimi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Hujjat yetishmayaptimi? Daromad yuqori deb topildimi? Manzil bo'yicha muammo bormi? Sabab aniq bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Masalan, hujjat yetishmasa, olib borasiz. Manzil noto'g'ri bo'lsa, yangilatasiz. Agar haqiqatan mezonga to'g'ri kelmasangiz, unda boshqa ijtimoiy yordam turlarini so'rashingiz mumkin. 7-qadam. Pul tushganini tekshirishda ehtiyot bo'ling. Bankomat oldida begona odamdan yordam so'ramang. Kartani, PIN kodni, telefonni boshqalarga bermang. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, faqat rasmiy ilovadan foydalaning. Agar pul tushmagan bo'lsa, avval bankdan hisobingizda harakat bo'lgan bo'lmagani aniqlang, keyin pensiya jamg'armasi yoki mahallaga murojaat qiling. Ba'zan pul yuborilgan bo'ladi, lekin karta bloklangan bo'ladi. Ba'zan karta ishlaydi.
lekin to'lov ro'yxatda hali shakllanmagan bo'ladi. 8-qadam. Oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdagi yolg'on xabarni ajrata olmaydi. Farzandlar, nabiralar, qo'ni-qo'shnilar, sizlar ham mas'uliyatli bo'ling. Ularning hujjatlarini tekshirishga, rasmiy manbadan ma'lumot olishga, mahallaga birga borishga yordam bering. Lekin yordam beraman deb ularning kartasini o'zingizda olib qolish. Pensiyasini nazorat qilish yoki ruxsatsiz pul ishlatish mumkin emas. Pensionerning puli uning o'ziga tegishli. Yana bir muhim masala, 1500 ming so'm pul katta ko'rinmasligi mumkin, lekin ko'p pensioner uchun bu bir oylik dori. Qishki ko'mir, gaz yoki elektr qarzi, oziq-ovqat zaxirasi, shifokor ko'rigi, ko'zoynak yoki zarur maishiy buyum degani. Shuning uchun bunday yordamlar adolatli va aniq manzilga yetib borishi kerak. Agar siz haqiqatan muhtoj bo'lsangiz, tortinmang, murojaat qiling. Agar sizning sharoitingiz yaxshi bo'lsa, ro'yxatga kirishga urinib, boshqa ehtiyojmand odamning imkoniyatini kamaytirmang. Ijtimoiy yordamning ma'nosi ham shunda. Eng avval ko'proq yordamga muhtoj odamni qo'llab-quvvatlash. Men ekspert sifatida yana bir narsani aytmoqchiman. Har qanday pul to'lov bo'yicha eng kuchli himoya bu hujjat. Rasmiy manba va yozma tasdiq. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Lekin ariza raqami, bank ma'lumoti, mahalla xulosasi, pensiya jamg'armasi javobi bo'lsa, siz o'z huquqingizni talab qila olasiz. Shuning uchun hamma ishni tartib bilan qiling. Shoshilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday. 1500 ming so'm haqidagi xabarni eshitgan har bir pensioner avvalo bu to'lovning rasmiy asosini, kimlarga berilishini va qanday tartibda amalga oshirilishini aniqlashi kerak. Hamma pensioner avtomatik oladi degan gap har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ayrim hollarda to'lov ma'lum toifalarga, ijtimoiy himoyaga muhtojlarga, yolg'iz keksalarga yoki alohida ro'yxatdagi fuqarolarga beriladi. Eng muhimi, hujjatlaringiz to'g'ri, bank kartangiz faol, ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, mahallaga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ro'yxatda bor yo'qligingizni aniqlang. Agar ota-onangiz, buvingiz yoki bobongiz pensioner bo'lsa, ularga bu ma'lumotni tushuntiring. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling, SMS kod bermang, begona havolalarga kirmang. Pasport va karta ma'lumotlarini noma'lum odamlarga yubormang. Sizning hududingizda bu 1500 ming so'm masalasi bo'yicha qanday tushuntirish berilmoqda? Mahallada ro'yxat tuzilyaptimi? Pensiya jamg'armasidan xabar keldimi? Yoki hali hech qanday aniq ma'lumot yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men ham vaziyatni kuzatib boraman va yangi tafsilotlar chiqsa, albatta tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot ko'plab pensionerlar uchun juda kerak bo'lishi mumkin.